Assalomu alaykum. Efirda Aylanay dasturi. Uning bugungi sonini tasvirga tushirishda Shadozi to'y liboslari saloni va Rosi go'zallik salonining ijodkor xodimlari yordam berishdi. Ijod lahzalari bu ayni hozirgi damda kelajakning yaralish onlaridir. Ijodning mohiyati qalbning natijadan qoniqmasligida ko'rinadi. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni ijod bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u turli yo'nalishlarda ijod qiladi va natijadan ko'ngli to'lmay, tinmay o'z ustida ishlaydi. Tanishamiz. Ko'rsatuv homiysi Shadozi saloni. Ko'rsatuv homiysi Rozi go'zallik saloni. Assalomu alaykum. Men Shahzoda Muhammedova, yoshim 20 da. Uchta kasb egasiman. Dastlab Benkov nomidagi Respublika rassomlik kollejining badiiy tarixiy liboslar bo'yicha modeler dizaynerlik sohasini tamomlaganman. Hozirgi kunga kelib Iqtisodiyot universitetining xalqaro turizm sohasida 4-bosqich talabasiman. Xalqaro turizm sohasini tamomlagach, san'at oliygohiga magistratura uchun o'qishga kirish niyatim bor. Uchta kasbimga qiziqishim juda ham baland. Uchalasini ijod yo'limda, hayot yo'limda uzviy bir-biriga bog'laganman. Modeler dizaynerlik sohamni turizmni kinoga, uchalasini birga uzviy bog'laganman. Maqsadim shuki, o'zimizdan yurtimizga tashrif buyurayotgan turistlarni o'zimni yangi animatsiyam bilan jalb etmoqchiman. Bunda albatta o'zimni liboslashtirilgan, sahnalashtirilgan sahna ko'rinishlari orqali o'zimni ansamblimni tashkil etish niyatim bor. Hozirgi kunga kelib, liboslar atelyesining rahbari bo'lib faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bundan tashqari, xalq uchun, san'atkorlar uchun liboslar yarataman, ularga obraz yarataman, imijini ustida ishlayman. Aylanay ko'rsatuviga murojaat qilishimning sababi esa doim xalq uchun, san'atkorlar uchun imij yarataman, lekin men uchun hali hech kim imij yaratgani yo'q. Shu uchun Aylanay ko'rsatuviga murojaat qildim va men juda ham xursandman bugungi ko'rsatuvning bosh qahramoni ekanligimdan. Biz to'y liboslar salonidamiz. Bu yerda professional dizayner Zilola Umarova tomonidan yaratilgan turfa bichimdagi, turli rangdagi to'y liboslari sizga muntazir. O'zingizga mos to'y libosini tanlash oson ish emas va bugun bu ishda bizga mutaxassis Feruza yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salonimizga xush kelibsiz. Marhamat, ko'ylaklarimizni ko'rishingiz mumkin. Menga bu libos juda ham yoqdi. O'zini noan'anaviy uslubda tikilganligi bilan ko'ngilli libos, ayniqsa fotalari, bosh kiyimlari, qo'lqoplari meni umuman o'ziga jalb qildi. Bu libosda o'zimni juda ham qulay his qilaman. Korsetning belgacha uzun ketganligi va marvarid bilan Swarovski toshlar bilan ishlanganligi menga juda ham yoqdi. Oppoq libos emas, qaymoq rangdagi libos meni o'ziga jalb qildi. To'y yaqinlashgan sayin tantanada hammadan-da go'zal bo'lish, aksessuarlarni to'g'ri tanlash va shleyfga o'ralashib qolmaslik haqidagi o'y-xayollar kelinlarni qiynay boshlaydi.
Shunday ekan, kelinchaklarimizga bizning dasturimizni tomosha qilishlarini va mutaxassislarimizning fikriga quloq solishlarini tavsiya qilamiz. Ana shunday mutaxassislarimizning biri yordamida tanlangan birinchi libosni Shahzoda kiyib ko'rdilar. Uning ta'rifini bo'lsa Feruzadan eshitsak. Bugungi qahramonimizga taklif etadigan birinchi ko'ylagimiz ekstravagant libosdir. Bu to'y ko'ylagi darrov ko'zga tashlanadi. Uning yubkasi setkadan, qo'shateklardan iborat. Yirik qo'shateklar ustiga esa gipyurdan applikatsiyalar mahorat bilan tikib chiqilgan. Qaymoq rangdagi libosimizning korseti beldan sal pastroqdan tikilgan. Aytib o'tish kerakki, bunday libos bo'y baland qizlarimizga yarashadi. Ko'ylak korsetida asosan drapirovkalardan foydalanilgan. Uning ustiga esa yubkada qo'yilgan applikatsiyalardan o'rnatilgan. Korsetimizda albatta Swarovski toshlardan va munchoqlardan bezatilgan bezaklarni ko'rishingiz mumkin. Men bu libosda o'zimni yanada erkin his qilyapman. Sababi bu libos meni hayotdagi xarakterimga ko'proq mos tushadi va o'zimni beixtiyor erkin his qilyapman. Ko'p filmlarda men kelin obrazini namoyon etganman, lekin bu obraz menga juda ham ma'qul keldi. O'z to'yim bo'lsa, shu obrazdan bajonidil foydalangan bo'lardim. Bu libos klassik uslubdagi libos bo'lishiga qaramasdan, menda romantik obrazni hosil qilishdi. Ayniqsa boshdagi gulchambarlari, bilaguzuklari bir-biriga juda ham mos tushgan va kompozitsion yaxlitlikni yaratgan. Kelin ko'ylagi, kelin qiyofasi haqida ko'p gapiramiz. Lekin kuyov bolachi, uning tashqi ko'rinishi muhim emasmi? Albatta muhim. Bu boradagi tavsiyalarni bizdan tinglang. Tavsiyalarimizning asosiysi shundan iboratki, kuyov obrazi to'laligicha kelin qiyofasidan kelib chiqqan holda yaratilishi lozim. Yig'ilganlar siz haqingizda uzukka ko'z qo'ygandek bir-biriga mos ekan deyishni istasangiz, sizning va bo'lajak turmush o'rtog'ingizning libosida uyg'unlik bo'lishiga harakat qiling. Soch turmagingizdagi, guldastangizdagi va kuyov bola kostyum cho'ntagini bezab turuvchi gullar bir xil bo'lsin. Agar kelinlarimiz ikkinchi tavsiya qilgan qaymoq rangdagi libosimizni tanlasa, unda kuyovlarimiz bo'yinbog'larini qaymoq rangdagisini tanlasalar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi ko'ylagimiz hech qachon modadan qolmaydigan klassika namunasidir. Bu ko'ylagimiz boshdan oyoq gipyur matosidan tikilgan. Gipyurimizning o'zidan bo'rtib chiqqan qimmatbaho torlarini ko'rishingiz mumkin. Istalgan kelinimizni malohatli ko'rsata oladigan ko'ylagimiz A harfi shakliga ega. Bunday bichim har qanday qomat egalarini xushbichim qilib ko'rsata oladi. Mazkur ko'ylagimiz qaymoq rangda bo'lib, uning asosiy bezagi uning gipyur matosidadir. Ko'ylagimizning korset qismida ko'krak ostidan o'tgan tasmasi ham mavjud. Bu tasma toshlar bilan bezatilgan. Ushbu tasma ko'zga tashlanuvchi yorqin detal vazifasini bajaradi. Menga bu libos qolganlardan ko'ra ko'proq yoqdi. Sababi libosni bejirim tikilganligi hamda qomat bo'ylab tikilganligi menga juda ham yoqdi. Yaltir-yultir liboslarni unchalik xush ko'rmayman, lekin bu libosda hamma qilingan bezaklari juda ham me'yorida. Ayniqsa soyabonlari hamda bilaguzuklari juda ham bejirim. Menda bu libos o'zgacha taassurot qoldirdi.
Bevosita 3-to'y ko'ylagining ta'rifini berishdan avval to'y poyabzali haqidagi kichik tavsiyani berib o'tmoqchi edim. Aziz kelinchaklar, siz tanlagan go'zal, nafis va nozik to'y tuflisida kun davomida o'zingizni yaxshi his qilishni istasangiz, u holda poyabzalning tabiiy teridan bo'lishiga ahamiyat bering. Yana tuflini kunning ikkinchi yarmida, ya'ni oyoqlaringiz biroz shishgan paytda tanlashni maslahat beramiz. Ana shunda ertalab oyoqlaringizda qolib tek turgan tufli kechga borib oyog'ingizni siqib, sizni qiynamaydi. Endi 3-ko'ylagimizga o'tsak, 3-ko'ylagimiz hashamatli ko'ylaklar qatoriga kiradi. Uning yubkasi boksa ortidan kengayib ketgan. U qomat bo'ylab tikilgan bo'lib, yubkasi boksidan kengayib ketgan. Yubkasi setka matosidan ishlangan. Yubkasining ustida dengiz to'lqinlarini eslatuvchi naqshlarni ko'rasiz. Bu naqshlar toshlar orqali yaratilgan. Oppoq bu libosimizni dengiz malikasi deb atashimiz ham mumkin. Buni bezatishda ishlatilgan marvaridlar ham bu nomni oqlaydi. Shahzodani 3 libosda ko'rdingiz, lekin bu qahramonimiz ulardan birini tanlaydi degani emas. Shahzoda aynan qaysi libosni tanlaganini doimgidek dasturimiz so'ngida bilib olasiz. Biz qahramonimizni stilistlar qo'liga topshirdik va birinchi qiladigan ishimiz bu makiyaj. Vizajist Masliha bardosh chog'i shahzodaning yuz qoralarini va yuz tuzilishini inobatga olishini ma'lum qildi va bu jarayon oson kechishini bildirdi. Bunga sabab qahramonimiz muntazam ravishda yuzini parvarish qiladi va uning yuzi pardozga tayyor. Kuzatamiz. Sog'lom va tiniq yuz terisiga erishish bugungi kun kosmetologlari uchun muammo emas, chunki ularning peeling degan yordamchilar bor. Peeling so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, artmoq, silliqlamoq degan ma'noni bildiradi. Buni qarangki, peeling yuzni tozalash usuli sifatida qadimgi Misrda paydo bo'lgan ekan. Demak, peeling bu terini tozalash jarayoni bo'lib, bu teridagi g'adir-budirliklarni yo'qotadi, mayda ajinlarni tekislaydi hamda chin ma'noda inson yuz terisini yangilaydi. Ushbu muolaja chog'ida teri tashqi qavatidagi o'lik hujayralar olib tashlanib, terining yangilanish jarayoni tezlashadi. Peelingning asosiy turlari bu kosmetik, mexanik va kimyoviy peelinglardir. Kosmetik yoki yuzaki peelingni uy sharoitida ham qilish mumkin bo'lib, undan profilaktika uchun foydalaniladi. Har hafta uyda terini peeling qilib turish natijasida uning tarangligi oshadi, mayinlashadi va teridagi qora nuqtalar, xonadonlar yo'qoladi. Sezuvchanligi yuqori bo'lgan terini peeling qilayotganda bo'lsa, terini shikastlamasdan unga yengilroq ta'sir qiluvchi gammash yordamga keladi. Skrab va gammashlar barmoqlar yordamida yuzga surtiladi. So'ngra yuzni mayin uqalash orqali tashqi hujayra qatlami olib tashlanadi. Kosmetik peeling yana kimyoviy ham bo'lishi mumkin ekan. Bunda peeling kremlardagi sut, olma yoki limon kislotalari ta'sirida bizga xizmat qilib bo'lgan hujayralar eritib yuboriladi. O'zgarishimizning ikkinchi bosqichi boshlandi. Biz go'zallik salonidamiz. Bu yerda professional stilistlar mehnati samarasi o'laroq qahramonimiz Shahzodani to'liq kelin obrazida ko'rish imkoniga ega bo'lamiz. Kelin qiyofasining asosiy bezagi bu tabassum. Garchi Shahzoda kelin bo'lmasa ham, bizning dasturimizga kelin qiyofasini sinab ko'rish maqsadida tashrif buyurgan bo'lsa ham, u tabassum qilyapti. Mijozning yaxshi kayfiyati bo'lsa, parikmakerning ishini yengillashtiradi. Stilist Madina Shahzoda uchun qanday turmakni o'ylab qo'yganini biz ham hali bilmaymiz. Demak, jarayonni siz bilan birga kuzatamiz. Fata ma'lum ma'noda kelinlikning ramzi, biroq hamma kelinlar ham unga murojaat qilmaydi. Kimdir turmagini fatasiz, shunchaki diadema bilan bezasa, yana kimdir gulchambar taqib yig'ilganlarni maftun qiladi. Hech kimga o'xshashni istamaydigan qizlar bo'lsa, odatda to'y kunida shlyapalarga ixtiyor berishadi. Aytish kerakki, bundan bir necha yuz yil avval Fransiya hududida yashagan qizlar to'y marosimida hozirgi shlyapalarning ajdodi bo'lgan geninlarni kiyishgan ekan. Geninlar nimaligini tasavvur qilish uchun ertaklarda munajjimlarning boshiga qo'ndirilgan qirrali uzun qalpoqlarni eslasangiz bas. Kelinning go'zalligi u kiygan geninning go'zalligi bilan o'lchangan ekan. Mazkur shlyapa qanchalik uzun va qirrali bo'lsa, kelinchak shunchalik ko'rkam sanalgan. Bugungi kunda kelinlarga taklif etilayotgan shlyapalar orasida geninlar uchramasa ham, ular shakllar xilma-xilligi bilan kishini hayron qoldiradi. Taniqli modelyer dizayner Coco Chanel ham o'z faoliyatini shlyapalar dizayni bilan boshlagan ekan. Hozirda jahonga mashhur moda uylarining aksariyati o'z shlyapalarini ishlab chiqarishadi yoki shlyapalarga ixtisoslashgan dizaynerlar bilan hamkorlik qilishadi.
To'y liboslari modasi olamida ham shlyapalar alohida o'ringa ega. To'y liboslari salonida mutaxassislar shlyapalarni kelin libosiga hamda uning yuz tuzilishiga moslab tanlab berishadi. Bal ko'ylagi shaklidagi to'y liboslari bilan qoyilmaqom juftlik hosil qiladigan shlyapa bu mitti kanatye shlapalaridir. Qomat bo'ylab tikilgan uzun kelin ko'ylaklari, qanotlari keng shlyapalar hamrohligida yanada go'zallashadi. Yuzni qisman yopib turuvchi kalta to'rli shlyapalarning ham turli dizayndagilari mavjud bo'lib, ular kelin obraziga sirlilik bag'ishlaydi. Shlyapalar odatda nozik munchoqlar, marvaridlar, tasmalar, patlar va gullar bilan bezatiladi. Shlyapaning dekori libos bezaklariga uyg'un bo'lsa, undan-da yaxshi. Baland bo'yli qizlarga keng va past shlyapalar mos tushsa, past bo'yli qizlar shlyapalarning baland modellariga e'tibor qaratishlari kerak. To'laroq qizlar soddaroq shlyapalarni kiyganlari ma'qul. Biz ishimizni deyarli yakunladik. Qahramonimizni endi kelin qiyofasida ko'rib turibsiz. Shahzoda, taassurotingiz bilan o'rtoqlashsangiz, imij yaratish jarayonida modelyar dizayner sifatida emas, aynan mijoz sifatida qatnashish qanaqa ekan? Man bugungi aylanay ko'rsatuvining bosh qahramoni ekanligimdan juda ham xursandman. Modelyar dizayner sifatida man o'zimni bugungi obrazimdan qoniqdim. Bugungi ko'rsatuvda ijod qilgan barcha ijodkorlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Tashrifingiz uchun sizga rahmat. Minnatdorchilik sifatida mana bu guldastani Yoshlar teleradio kanali va Aylana dasturidan qabul qilsangiz. Rahmat. Yana hayotingizdagi eng baxtli kunlardan birida ko'ylaklarning birini tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Rahmat. Aylana dasturining yana bir an'anaviy sovg'asi bu fotosessiya. Sizni professional fotosuratchi Anjela Muhiddinova kutmoqda. Ko'rsatuv homiysi Shadozi saloni. Ko'rsatuv homiysi Rozi go'zallik saloni.
Aylanay dasturini tomosha qildingiz. Uning bugungi sonini tasvirga tushirishda Shadozi to'y liboslari saloni va Rosi go'zallik saloni xodimlari yaqindan yordam berishdi. Oila va tarbiya so'zlari yonma-yon turuvchi sinonimlardir. Oilaviy hayot tarbiya jarayoni deganidir. Avval er-xotin bir-birini tarbiyalasa, keyin birgalashib bolalarini tarbiyalashadi. Turmush o'rtoqlar har qanday vaziyatda bir-biriga bo'lgan do'stona munosabatlarini saqlab qolishini, farzandlar bo'lsa voyaga yetib kamoli bilan ota-onasini quvontirishni tilaymiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.